Videoni oxirigacha ko'rsanglar 1 million yutib olish imkoniyati bo'ladi sizlarda. Menga qaranglar, Toshkentda o'ziga ishongan, mahsulotiga ishongan restoratorlar bormi, o'zi yo'qmi? Xullas, men bu obzorni o'zim qilayotganim yo'q. Meni taklif qilishdi, The Lokmako'dagilar chaqirib, iltimos aziz aka, mahsulotimizni yeb ko'ring va haqqoniy baho bering deydi. Bu ularning maxsus lokmaligi, nomligi ham The Lokmako, aynan shu shirinlik deb qo'yilgan. Aytgancha, bularni logotipligida sizlar ham ulitka deb o'ylaganmisizlar? Aslida u shokolad ustidagi mana shunaqa lokma. Boshladi. Lokmalardan boshlaydigan bo'lsak, issiqligida men 5 emas, 6 qo'ygan bo'lardim. Nachinkasi zo'r, xamirlari ham qirt qilyapti, xrustkashi, mevaligi ham, pistashkosi ham menga juda yoqdi. Bolalarga aytib qo'yaman, bunisiga alohida rahmat. Bu Gonkongskiy vafli ekan. Bitta savol shu o'rinda, kim bilsa yozib ketinglar. Gonkong vaflilari bilan belgiyskiy vaflini nima farqi bor? Men farqini bilaman, lekin bizda O'zbekistonda menimcha Gonkongskiy vaflilar to'g'ri, qanaqa bo'lishi kerak bo'lsa pishiradigan odamlar deyarli yo'q. Bilasizlarmi? Toshkentda 80% joyda vafli qilganida sodani mazasi keladi. O'shaning uchun men yo'mayman. Bularda o'sha sodani mazasi kelmayapti. Bu yaxshi. To'g'risini aytsam, menga vaflilarning ustida apelsin unaqa chiqishmaydi. Endi hammani tabi har xil, lekin umumiy olganda shokoladning mazasi yaxshi, vafli xrustkashi va yeganingizdacha bir xillari tangligingizcha ozgina shiladi. Bunda u narsa yo'q. Vafli menga yoqdi. Bu pankeyk ekan, ichini ko'rsataman. Bu pankeykda bitta katta minusi bor ekan. Yeyish noqulay ekan. Xullas, pankeykga keladigan bo'lsa, shokoladi yaxshi, mevalari yaxshi, lekin bu haqiqiy pankeyklar salta qo'y pushniroq bo'ladi, lekin mazasi yaxshi, sodani mazasi kelmayapti. Bu eng asosiysi. Lekin yeyishga sal noqulayroq ekan, uzr. Plusidan boshlaymizmi, minusidanmi? Xo'p, minusidan boshlaymiz. Nimagadirchi mana shu quyib beradigan morojnilar bor, yoshligimizda boshqacha aytardik, morojnilar. Mevaliklari bor, baribir ham ozgina искусственный maza bo'ladi. Bilmayman nimaga, shu kiwi, malinani mazasi naturalniy emas. Lekin men bu oq qorasi Your Ration vashi bomba. Aytgancha, bular alohida klubnika shokolad qilishayotgan ekan. Xolasanglar boksda, xolasanglar donabay. Men yeb ko'rganman, mazasi yaxshi. Fikrimga keladigan bo'lsa, yegan narsalarimni deyarli hammasi menga juda ham yoqdi. Agar The Lokmako'ga kelgan bo'lsangiz, sizlar ham o'zingizlarga nima yoqdi, nima yoqmadi, hammasini kommentariyada yozib ketinglar. Xudo xolasa, tez kunda The Lokmako Madinada ochilar ekan. Mashalloh, hammamizga restorani borlarga o'sha yerda joylar ochish nasib qilsin. Xullas, endi Toshkentda 5 ta filialligi bor ekan. Buxoroda 3 ta filial ochibdi. Xudo xolasa, Andijonda va Farg'onada filial ochilayotgan ekan. Bemalol andijonliklar, farg'onalik, buxoroliklar, o'shliklar kommentariyani bong'illatib, sizlarga nima yoqqan, nima yoqmagan yozib ketsanglar bo'ladi. Keyingi safar qayerga boramiz? Kutaman. Like, podpiska, gapirib charchadim. Insof degan narsa qolmabdi sizlarda o'zi. Sizlarda 3 kunga Turkiyaga borib, o'zidan turchankani, turkka yoqoladigan o'rtoqlar bor. Merhabalar deb, o'shalarni chetga olib kelsanglar, atmosferani yoqib yorishibdi. Suvni bo'yida mana garelkalarni qo'yib, pletlarni tashlab olib, voy, boshqacha lekin atmosferasi. Sizlarga yoqadimi bu? 1 millionlik voucher yutib olish uchun Seoul-Mundagi The Lokmako filialida nechta qulupning borligini yozishingiz kerak. Kommentariyada birinchi yozgan ikkita odamga 500 ming depozit mandan sovg'a.